Madina Munavvaraga kelib, bu joyni ziyorat qilmasdan ketsangiz, aniq pushaymon bo'lasiz. Islom tarixidagi birinchi masjid payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilgan vaqtlarda aynan shu joyda to'xtab, masjidni barpo qilganlar. Qubo masjidining fazilati shundaki, bu joyda o'qilgan 2 rakat namoz umra savobini beradi deb aytilgan. Masjid atrofida ochiq maydon, chiroqlar va ajoyib ob-havo barchani o'ziga tortadi. Bu joy nafaqat ibodat maskani, Madina ahli uchun oilaviy madaniyatning bir qismiga aylangan. Ular masjid yaqinida vaqt o'tkazishni baraka, xotirjamlik va farzandlari uchun halol muhit deb bilishadi. Arab ayollari dugonalari bilan emas, o'zining buzuralari bilan vaqtlarini ko'proq o'tkazadi. Buzura so'zining tarjimasini kommentariyga yozib keting. Qubo masjidi tarix, baraka va zamonaviy arab hayoti uyg'unlashgan noyob maskan. Agar Madinaga kelsangiz, albatta mana shu joyga tashrif buyuring. Keyingi videoyimiz Masjidul Nabaviyning yuragi, Ravza haqida bo'ladi. Shunga o'xshash videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq menga obuna bo'ling. Bu joydan Masjidul Nabaviyga ortga qaytishingiz uchun kichkina avtobuslar qo'yilgan. Bu avtobuslarda sayringiz juda ham maroqli bo'ladi. Bir kishi uchun 10 riyoldan.